Do'stlar, tarixiy hodisani guvohiga aylanmoqchimisizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Shu yil O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadimi? Lekin men chin ko'nglimdan yomon xohlayapman. Agar siz ham xohlasangiz, bitta like bosib qo'ying. Jahon chempionatiga chiqishimizga bir qadam qoldi. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklarining o'rtasidagi futbolni o'rtoqlar durang o'ynasak ham, yutsak ham chiqar ekanmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Hisob nechi bo'ladi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Shu uchrashuvni o'z ko'zlarimiz bilan ko'rish uchun biz yo'lga otlandik. 2-iyunda borib, 6-iyunda qaytamiz. Sizchi siz biz bilan borasizmi? Samarqand Abu Dabi va Toshkent Abu Dabi yo'nalishi bo'yicha tur tashkil qildik o'rtoqlar. Turimizda ichiga bordi-keldi biletlar, 4 yulduzli mehmonxona, zavtrak, straxovka, transfer xizmatlari, futbolga chipta va fan klub kiyim-kechaklari ham qo'shib beriladi. Undan tashqari har biringiz olgan biletingiz uchun $50 chegirma olasiz. O chegirmani o'rtog'ingiz uchun ham ishlatishingiz mumkin shu turda yoki keyingi safarlaringizda bizning kompaniyadan bilet sotib olganingizda $50 chegirma olishingiz mumkin. Turimiz narxi esa $600 bo'ladi. Konkretni boraman deganlar pastda Telegram gruppa bor. Hamma boradiganlar shu gruppaga a'zo bo'lyapmiz. To'liqroq ma'lumotni quyidagi raqamlardan olishingiz mumkin do'stlar. Xullas, hozir olib qo'yishni maslahat beraman, chunki futbolga yaqin narx-navo ko'tariladi.